Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomada biz sizlarga ajoyib bir jarayon, aynan o'zingiz qidirayotgan dori vositasini, umuman ehtiyoj sezgan dori vositasini qanday topib olish mumkinligini ko'rsatib beramiz. Bu jarayon mavzudan tashqari bo'lsa ham, oldingi davlat tomonidan bepul beriladigan dori vositalari haqida ma'lumot olish video yo'riqnomamizni qilgandan so'ng hayolimizga kelib qoldi va ulashishga qaror qildik. Endi siz uydan turib zarur dori vositasini izlab topishingiz, uni uyga yetkaztirishingiz yoki yaqin atrofdagi dorixonadan olishingiz mumkin bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Buning uchun bizga Google Chrome ilovasi kerak bo'ladi. Agarki oson o'sha biz aytadigan aynan platformani o'sha manzilda ilovasini yuklab olsangiz, unda ham bu jarayonni amalga oshirsa bo'ladi. Chrome ilova orqali yoki o'zimiz telefonimizdagi xohlagan brauzer orqali aynan oson apteka.uz degan manzili bo'yicha o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunda bu yerda bizga dastlab tilni tanlash imkoniyati mavjud. Tilni tanlab olamiz. Shundan so'ng ma'lumotlarni izlashda O'zbekiston bo'ylab aynan qaysi viloyat orqali amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha viloyatingizni tanlash kerak bo'ladi. Shundan so'ng qidiruv uchun so'z kiriting degan oyna mavjud. O'sha ustun orqali demak bizga zarur bo'lgan dori vositasini kiritamiz. Demak, shuni bosdik va qo'shimcha izlashni boshlash degan tugmasi orqali o'z variantlarni ko'paytirish imkoniyati mavjud. Ko'rib turganingizdek qo'shimcha oyna ochildi. Bu yerda arzonroq va yaqinroq. Arzonroq agar yo'limiz tushadigan holat bo'ladigan bo'lsa, arzonroq variantdagi dorixonalarni ko'zdan kechirishimiz mumkin. Bu aynan qaysi manzillar bo'yicha, demak, viloyatda qaysi manzillari bo'yicha joylashgan dorixonalar ko'rsatilgan. Bu yerda pastlarda ham demak shu variantda nechta shu dorixonada shu dori vositasi bo'ladigan bo'lsa, shularni bizga chiqarib bergan. Xo'sh, yaqinroq varianti bizga ma'qul deb o'ylayman, sababi o'zimiz uyimizga nisbatan juda ham yaqin bo'lgan dorixonani topib olganimiz ma'qulroq. Demak, bu yerda aynan dorixonani manzili, Shams dorixona 73-raqam sonli, demak Shams dorixonani joylashgan manzili va uni mo'ljali ko'rsatib o'tilgan. Aynan Jondor tuman hokimligi qarshisida joylashgan ekan, Zarafshon ko'chasida joylashgan dorixona. Bu yerda qo'shimcha yana bundan tashqari bo'lgan o'sha o'zingizga yaqin bo'lgan, yaqin masofadagi dorixonalar ko'rsatilgan. Bundan tashqari bu yerda qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Bu aynan qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz va qo'shimcha so'rashtirishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, o'sha dorixonada aynan izlayotgan doringiz mavjud yoki yo'qligini. Bu yerda asosan tizimda ular dorixonalar tegishli dorilarni joylashtirib boradi va shu narsa biz bilan bizga aks etadi. Demak, chamasana 500 metrlar atrofida demak bizga nisbatan shu dorixona joylashgan ekan. Yoki deylik, Rayhon Farm Centers dorixonasi bu ham chamasi 500 metr atrofida joylashgan. Ish vaqtlari ham ko'rsatilgan. Qo'ng'iroq qilish yoki bundan tashqari xaritada Google xarita orqali yoki Yandex xarita orqali o'tish imkoniyati mavjud. Aynan bu yerda o'zingiz yashayotgan manzilni ko'rsatasiz va shundan so'ng sizga avtomatik tarzda lokatsiyani bu yerda aniqlab beradi. Shu lokatsiya orqali xohlang piyoda, xohlang avtomashina, xohlang o'sha velosiped orqali yetib borishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu yerda filtr mavjud. Filtrda o'tsangiz agar dorixona cashback, ya'ni kim cashbacklik dorixonani nazorat tutgan, buni belgilashingiz mumkin. Shuningdek, yetkazib berish xizmati mavjud dorixonalarni belgilab to'xtab, natijani qaytadan ko'rish qilsangiz, sizga aynan shu imtiyozlari mavjud bo'lgan dorixonalarni chiqarib beradi. Bu demak 3 soatda, 12 soatda, bir kunda yoki hafta davomida yetkazib berilishi mumkinligini nazorat tutgan.
Xullas, bugungi buyruqnomamiz aynan ana shu doirada edi. Shu yerimda barchangizni sog'-omon bo'lishingizni tilab, umuman dori vositalariga, dorilarga ehtiyoj tug'ilmasligini so'rab qolamiz. Hurmatli tinglovchilar, biz bilan bo'ling. Hayotingiz davomida zarur bo'lgan jarayonlarni, umuman xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Bu biz uchun aynan juda zarur, sababi bizni keyingi kontentlarimizni qilish uchun bu madad bo'ladi. Bundan tashqari o'sha keyingi kontentlarni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Umuman shuningdek tanishlarga ulashsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ajab emas, bu jarayon boshqalarga naf tegib qolsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.